Endi davom etamiz. Keyingisi bu imprinting. Bolajon onani qornida yotganida keyingi muhim bo'lgan narsa bu imprinting deyiladi. Bu narsa hamma tirik mavjudotlarda bor. Nafaqat insonlarda, bu qushlarda ham, hayvonlarda ham bor. Buni nihoyasiz balkim bolajonligingizda kuzatgandirsiz. Agar siz polapollarni tuxumdan yorib chiqishini ko'rgan bo'lsangiz, ba'zida bu eni tovuq bo'ladi, ba'zan bu o'rdak, ona tovuq bo'ladida. Agarda tuxum adashib qolib, undan chiqqan polaponcha aslida bu jo'ja bo'lib, lekin o'rdakni ko'rib qolsa, u o'zini onam deb o'rdakni qabul qiladi va uni orqasidan ketadi. Agar kuchukni ko'rib qolsa, kuchukni onam deb qabul qiladi va faqat uning orqasidan yuradi. Mana shu imprinting deyiladi. Ya'ni bolajon tug'ilgandan keyin sizni qorningizda yotganida siz albatta uni ko'zchalariga qaraysiz. Mana qorningizda yotibdi, siz mana bunday qilib qaraysiz va uni ko'zlarida olam baxt va muhabbatni ko'rasiz. Va o'sha imprinting bu rasmga tushamiz, rasmga olganimizda o'sha soniyani muhrlab qo'yishday narsa. Вот imprintingni sodda qilib tushuntirgani mana shu bir-birini nigohida bir-birini muhrlashdek narsa. Va imprinting sifatli bo'lishi kelajakda mana shu ona bolani emotsional, ya'ni hissiy bog'liqligini sifatli bo'lishiga xizmat qiladi. Chunki bolajoningiz tug'ilgandan keyin uni umri mobaynida hali juda ham ko'p murakkab davrlar bo'lishi mumkin. Bu ilk 3 oydagi moslashish davri, keyin tishi chiqish payti, keyin yurish payti, keyin 2-3 yosh krizisi deymiz, maktabga borishi, balog'at yoshi va bular hammasi uni ulg'ayishi paytidagi qiyin davrlari bor. Va o'sha paytda bolajoningizni tushuna olishingiz, unga yon bosa olishingizga mana shu imprintingni o'rni juda ham katta. Chunki bolajon ulg'ayish bu oson narsa emas. Chunki insonni boshqa mavjudotlardan farqi shundaki, bizda yuqori nerv faoliyati bor, ya'ni bizning asab tizimimiz o'ta murakkab va bizda nafsdan tashqari bizda yana aql, idrok ham bor. Shuning uchun ham inson bolasini ulg'ayishiga 25 yil vaqt kerak bo'ladi, uning asab tizimi yetilishiga va bu davrda o'ziga yarasha qiyinchiliklarda onaning sabri katta rol o'ynaydi va imprintingda buni ahamiyati juda ham katta. Demak, biz buni bilib oldik. Bolajoningiz aynan qorningizda yotganida uning nigohlari sizga tushadi va sizning nigohingiz ham uni ko'zchalariga tushib, onalik baxtini his qilishni boshlaysiz. Ko'p homilador ayollar aytadiki, mana vujudimda farzandim ulg'ayyapti, hozir homila, soniya sayi o'syapti. Lekin unga nisbatan qanaqadir hech qanaqa mehrni tuymayapman deb ko'p homiladorlar buni gapiradi. Balkim sizda ham bu narsa bordir. Va ba'zi holatlarda 9 yil, 10 yillab kutgan homila bo'lishi mumkin. Lekin shunda ham qo'rqyapman, nimagadir shu ichimdagi homilaga nisbatan hech narsa his qilmayapman, onaligimni his qilmayapman deb onalar aytadi. Aynan mana shu imprinting sifatli bo'lsa, siz o'zingizni onaligingizni his qilishingiz osonroq bo'ladi va onalik baxtini his qilishingiz ham sizga yaxshiroq nasib qiladi. Shuning uchun imprinting juda muhim narsa, buni unutmang. Keyingi narsa, bolajoningiz qorningizda yotganda juda muhim bo'lgan keyingi narsa bu issiqlik zanjiri deyiladi. Issiqlik zanjiri nima uchun kerak? Bola ho'l tug'iladi deb sizga aytdim. Chunki u sizni vujudingizni suvning ichida yashagan va u tug'ilishi bilan qorningizga yotqizganda siz uni isita olasiz. Siz tabiiy issiqlik manbai hisoblanasiz va eng sifatli issiqlik manbai, chunki siz bolajoningizni kuydirib qo'ymaysizda. Bolajon ho'l tug'ilgandan keyin siz hozir eslab ko'ring, hattoki buni o'zingiz tadqiqot sifatida o'tkazib ko'rishingiz mumkin. Yuvinganingizdan keyin artinmasdan uyda hech kim yo'q bo'lgan paytda vannaxonangizdan chiqib ko'ring. Hamma eshik, oynalar yopiq bo'lsa ham, sizni hamma joyingizni yelmizak o'tadi. Ya'ni eshiklar yopiq, oynalar yopiq, yelmizak yo'q, shabada yo'q. Ya'ni yopiq joyda qanaqasiga atrofingizdan siz
sizni ho'l bo'lgan holatingizda shabada o'tishi mumkin. Ya'ni havo bir joyda turmaydi, u baribir qandaydir oqimga ega. Bu fizika qonunlari. Va bolajon tug'ilganda ham xuddi shunday uning hamma yeridan, atrofidan qayerdandir o'shani havo oqimi hisobiga havo yuradi va odatda issiqlik ko'p joydan oz joyga boradi. Misol uchun, agar qish bo'lsa, issiq, tashqari sovuq bo'lsa, oynani ochangiz, sovuq havo birdaniga kirishni boshlaydi, chunki ko'chada sovuq havo ko'proq, ko'p narsa ichkariga kirishni boshlaydi-da. Issiq havo chiqib ketadi. Yozda bo'lsa bu teskarisi bo'ladi-da. Yozda uyingizda konditsioner ishlagan bo'lsa, oynani ochangiz, sovuq havo kirishni boshlaydi. Xuddi shunaqa yangi tug'ilgan chaqaloq tug'ilganda u har tomonlama yetilmagan bo'ladi. Ana gap borku, 9 oy qorningizda ko'tarasiz, 9 oy yana qo'lingizda ko'tarasiz. U ilk qadamlarni bosishni boshlagungacha. Va uning hamma yeri yetilmagan va termoregulyatsiya markazi ham yetilmagan. Termoregulyatsiya markazi bizga tanamizning harorati doimo bir xil bo'lishini ta'minlab beradi. Umuman biz bu dunyoda yashay olishimiz uchun bizda gomeostaz degan narsa bor. Ya'ni bizning ichkarimizda o'sha pHimiz doimo bir xil bo'lishi, haroratimiz doimo bir xil bo'lishi, ichkaridagi biologik suyuqliklarimiz qaysidir bitta tezlikda oqishi, bu bizga hayotni ta'minlab beradi. Va chaqaloqda termoregulyatsiya markazi yetilmaganligi hisobiga o'zini issiqlik bilan ta'minlay olmay qolishi mumkin. Yo'qotishi esa yangi tug'ilgan paytida o'ta ko'p bo'ladi. Ya'ni o'sha ho'l tug'ilgani hisobiga, o'shancha u tug'ilishiga sizni qorningizga bolajonni yotqizadi, u issiqligini yo'qotmasligi uchun, uni siz isitib berishingiz uchun va doyalar yoki neonatolog yoki hamshira bolajon ustiga steril plyonkani yopib, uni tez quritishga harakat qiladiki, boshchalariga steril qalpoqchalar kiydirib, yana ustiga boshqa steril plyonkalarni, quruq plyonkalarni tashlab, yana ustidan ko'rpacha tashab sizni qorningizda 2 soat yotadi. Va shu tariqa siz bolajoningizni eng sifatli issiqlik manbaisi bo'lasiz. Bolajon issiqligini yo'qotishidan uni himoyalaysiz. Xo'p, agar issiqligini yo'qotsa nima bo'ladi? Chaqaloqlar gipotermiyasi degan narsa bor. Agar chaqaloqlar gipotermiyaga uchrasa, ya'ni u o'zini haroratini 36.6 Selsiy bo'yicha, agar siz chet elda yashasangiz, bu 96.6 Fahrenheit bo'lishi mumkin. O'sha issiqligini saqlay qolsa, uni ahvoli juda ham og'irlashib qolib, unda nafas yetishmovchiligi boshlanishi mumkin va bolajon jonlantirish bo'limiga, ya'ni reanimatsiyaga tushib qolish xavfi ham bor. Shuning uchun sizni qorningizda yotishi, unga foydali bakteriyalar berishi, unga imprintingni berishida, ya'ni sizni onasi sifatida muhrlab olishi va siz unga ulkan muhabbat bera olishingizni his qilishi, undan tashqari yana issiqlik bilan ham ta'minlab beradi. Ko'rib turganingiz oddiy 1 soat ichida juda ham ko'p narsalar bu 6 soat mobaynida bajariladi. Xo'p, keyingi narsa 6 soat ichida bajariladigan bu kindikni kesilishi va butun dunyoda kindikni pulsatsiyasi degan narsa bor. Ya'ni unda o'sha puls his qilinadi. O'sha pulsatsiya to'xtamagungacha kesilmaydi va siz bu ma'lumotga ega bo'lishingiz, siz qanaqadir tug'ruqxonada baribir tug'ruqni amalga oshirasiz-ku, mana shunda sizga juda ham yordamga ishlashi mumkin. Chunki Xudoga shukr, O'zbekistonda tug'ruqlar soni yaxshi, bu yil ancha kamaygan bo'lsa-da, lekin yaxshi va rutinada, demak, juda ham tug'ruqlar ko'p bo'lgani hisobiga shoshib qolgandan ba'zi bir tug'ruqxonalarda pulsatsiyasi to'xtamasdan kindikni kesishlari ham mumkin. Va siz tug'ruqqa borayotganda o'zingiz ginekologingiz bilan, akushyor ginekolog bilan, doya bilan gaplashganda bu narsalarni gaplashib o'tishingiz mumkin. Bu juda ham muhim, chunki pulsatsiyasi to'xtamay turib kindik kesilishi o'sha tomirda, kindikda bolaning 30% gacha qoni qolib ketishiga olib kelishi mumkin. 30% gacha qoni, ya'ni agar pulsatsiya to'xtagandan keyin kindik kesilishi, bu tadqiqotlar natijasida aniqlangan narsa va bu butun dunyoga ma'lum. Bolani keyinchalik kamqonlikdan ancha bunchaga himoyalagan bo'ladi. Butun dunyoda eng ko'p tarqagan kasallik, eng ko'p uchraydigan kasallik
kamqonlik bu kamqonlikdir. Va butun aholini nechidir 7-8 milliard aholimiz bor bo'lsa, mana shu aholini ichida kamqonlik bo'yicha xavf guruhda birinchi navbatda 6 oydan katta bolalar va ayollar turadi va undan keyin keksalar. Va mana shu kamqonlikni darrov aniqlash u latent kechayotgan bo'lsa juda qiyin, lekin kamqonlikni asoratlari juda yomon. Bu bolada ishtahasizlik, demak ovqat qiziqishiga, ozuqa qiziqishini kamayishi, uyquning buzilishi, bezovtalik, immunitetni biz xohlagandek ishlamasligi va yana ko'p narsalar. Maktab o'quvchilarida bu maktabda o'zlashtirishini kamayishi, rivojlanishini biroz orqada qolishi va hattoki vazn va bo'y o'sishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bittagina bolajonni kindigini pulsatsiyasi to'xtagandan keyin kesilishi uni o'sha 30% qonini unga qaytib borishini ta'minlaydi va kamqonlikni oldini oladi. Kamqonlikni davolagandan ko'ra uni oldini olish ancha osonroq. Shuning uchun bu ma'lumot ham sizga Xudo xohlasa foydali bo'ladi. Keyingi narsa bu bolaning 1 soat ichida emizish dedim. Undan oldin gapirib berishim kerak bo'lgan narsa bu stress. Bolajon tug'ilayotganda juda ham katta og'riqni his qiladi deb sizlarga aytib o'tdim. Siz ham stressni his qilasiz, bolajon ham stressni his qiladi va sizni qorningizda yotish 2 soat mobaynida bolada mana shu stressni bu ilmiy tadqiqotlar aniqlagan narsa 74% ga kamaytiradi. Tasavvur qiling, 2 soat sizda yangi tug'ilgan chaqalog'ingiz yotishi undagi stressni 74% ga kamaytiradi. Hech qaysi psixologga borishingiz, hech qaysi antidepressant dorini ichishingiz sizda stressni bunchalar kamaytirib bermaydi. Lekin siz bolajoningiz bilan 2 soat vaqtni birgalikda o'tkazishingiz undagi stressni 74% ga kamaytiradi. Bu esa uning moslashish davri ilk 3 oy hayoti ancha siz uchun ham u uchun ham yengil o'tadi degani. Bilasizlarki, ba'zi bolalar qo'ldan tushmaydi, onalar shikoyat qiladi. Qo'ldan yotqizdim, uyg'onadi, yig'laydi, faqat qo'lda yig'lamaydi. Ertalabdan kechgacha ko'tarib yuraman. Bunaqa shikoyatlarni ko'p eshitamiz. Keyin oilada boshqa oila a'zolari voy hidingizni olgan kabi gaplarni gapirishni boshlashadi. Ko'p holatlarda mana shu narsaga sabab mana shu narsa bo'ladi. Boladagi stress 74% ga kamaymagani. Chunki u tug'ilganda tasavvur qiling, aytib o'tdimki, u o'layapman deb o'ylaydi. Chunki uning bitta turdagi hayoti yakunlanib, ikkinchi turdagi hayoti boshlanadi va u qorong'u joydan o'ta yorug' joyga o'tadi. 38 gradusli issiqqina joydan sovuq joyga o'tadi. Chunki muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarga rod zal, ya'ni tug'ruq zalini harorati 29 gradus hisoblanadi. O'z vaqtida tug'ilganlarga esa undan ham kamroq norma hisoblanadi. Ya'ni u o'sha sovuqroq joyga tug'iladi. O'ta shovqin, o'ta yorug', qiziqarli, lekin o'ta qo'rqinchli. Shuning uchun uni stressi doimo baland bo'ladi. 2 daqiqaga ko'zini ochib 24 soat deyarli uxlagan bo'lsa, o'sha ko'zini ozginaga ochganda ko'p stressga bola duch keladi va o'sha tug'ruq stressini ham kamayishiga va o'sha moslashuv davri yengilroq o'tishiga sizni qorningizda 2 soat yotishi yordam beradi. Xo'p, buni ham bilib oldik. Kesish bo'lsa, demak bola stressda qolib ketar ekandir deb o'ylayotgandirsizlar. Videomiz so'ngida bu haqida ham albatta gapirib beraman. Demak, keyingi narsa bu ilk soat ichida emizish. Ya'ni bola tug'ilgandan keyin ilk soat ichida bu yarim soat bo'ladimi, 40 daqiqami, 50 daqiqami, lekin bolani ko'krakka ilk bora qo'yish bu o'ta muhim davr, chunki aynan shu davrda onada laktatsiya jarayoni ishga tushadi. Agar bolajon tug'ilgandan keyin qaysidir sabablarga ko'ra bilimsizlik hisobigami, shoshganlik hisobigami, sog'lom tug'ilgan bolajonda onani qornida yotmasdan uni kiyintirib qayergadir niyatrimga yotqizib qo'yishsa yoki ko'p kuzatayotgan so'nggi paytlarda kuzatilayotgan narsa bu bolajon tug'ilishiga kindigi kesilgandan keyin darrov kiyintirishadi, vaznini tortishadi, bo'yni
bo'yni o'lchashadi, kiyintirib adyalaga o'rab, onani qo'ltig'ini ostiga yoniga qo'yib qo'yishadi. Bo'ldi. Ona bola birgami? Birga. Unaqa galochka qo'yildimi? Qo'yildi. Lekin bu to'g'ri emas va emizgani qachon palataga o'tgandan keyin berishadi. Agar bola so'nish davrida bola uxlab qolgan bo'lsa, bo'ldi, bu narsa qolib ketadi. Lekin bola tug'ilayotganda onasining ustida 2 soat yotishini kutgan bo'lsa, onani organizmi ham bola tug'ilishiga, uni qorniga yotqizilishini kutadi. Bilasizlar, bizda miyamizni qadimiy miyamiz bor va keyingi neokorteksimiz borda va o'sha qadimiy miyamiz bizni ko'p narsani boshqaradi. Biz aqlimiz bilan qabul qilgan narsamizni tanamiz doim ham qabul qilmasligi mumkin. Agarda bolajon tug'ilgandan keyin onani qornida yotmasdan, yonida bironta kravatkada, hattoki o'ralgan holatida qo'ltig'ini ostida yoki qaysidir terimda yoki jonlantirish bo'limida qayerdadir bo'lsa, ona buni aqli bilan tushunsa-da, mana bola ana yotibdi, u joyda, mana 2 metr nariyog'ida yoki mana yonimda 1,5 metr bu yog'ida deb buni aqli bilan tushunsa ham, lekin tana darajasida his qilmasa, bola qorinda ichida edi, mana qorinda ustida. Bu narsani his qilmasa, onaning organizmi bola o'ldi deb qabul qiladi. Bu qo'rqinchli narsa, buni bunaqa qo'rqinchli qilib gapirayotganim uchun uzr, lekin bu shunday. Va onada sut kelishi kechga qoladi. Bola o'zini ovqati bilan tug'iladi. Siz unga alohida ovqat pishirib berishingizni keragi yo'q, bozor uchar qilib kelishingizni keragi yo'q. U tug'ilishida Xudoim shunaqa mukammal qilib yaratganki, uni ovqati bola tug'ilishi bilan uni ovqati ham ishlab chiqarilishi boshlaydi va mana shu laktatsiya jarayoni deyiladi. U ishga tushib ketish uchun bola tug'ilgandan keyin onani qornida yotish kerak. Ya'ni ona tana darajasida bolani his qilish kerak. O'shanda demak tana darajasida his qildi, ko'ziga nigohi tushib imprinting amalga oshdi va onada impuls bo'ladi. Tanadan miyaga impuls bo'ladi. Bola qorinda ichida edi, mana endi qorinda ustida, endi uni ovqatlantirish kerak va sut bezlari ishga tushadi va ilk sut o'g'il sutini ishlab chiqarishni boshlaydi. Agarda bolajon qayerdadir terimda yotgan bo'lsa, eng zamonaviy Yaponiyanniki bo'lsa-da yoki qanaqadir juda ham zamonaviy kravatkada yotgan bo'lsa-da, palon pulga olingan, onaning organizmi buni to'g'ri qabul qilmasligi va laktatsiyani kechga surilishi mumkin. Laktatsiya kechga surilishi esa bolaga sun'iy aralashma berilishiga sabab bo'ladi. Buni esa o'ziga yarasha juda ham ko'p sog'liq nuqtai nazaridan ham, moliyaviy nuqtai nazardan ham minus tomonlari ko'p. Demak, biz bilib oldik, bola onani qornida yotganda onaning laktatsiyasi ishga tushadi va 1 soat ichida bola emizilishi bolani ichiga o'g'il suti kirishini ta'minlaydi. Ilk sut, o'g'il suti homiladorlikning 20-haftasidan boshlab ishlab chiqarilishni boshlaydi. Siz hozir homiladorsiz va hoynahoy bilayotgandirsiz, ko'krak ichida ba'zida oq-oq narsalar paydo bo'ladi. Kimlardadir homiladorlikni so'ngida sut hattoki tomchilab oqishi boshlaydi. Kimdadir qanaqadir bir nimalar yig'ilib qolishi boshlaydi. Ya'ni bu o'g'il suti ishlab chiqarilishni boshlagan. O'g'il sutini keyinchalik paydo bo'ladigan sutdan farqi nimada? Farqi shundaki, uning miqdori juda ham kam, ya'ni unda suv kam bo'ladi, lekin uning nutritiv qiymati juda ham ko'p bo'ladi. Va uni tarkibida juda ham ko'p miqdorda endorfinlar, turli xil bolani himoya qiladigan gormonlar va juda ko'p immun agentlar bo'ladi. Sizlarga aytdim boshida, chaqaloq deyarli steril tug'iladi va uni har tomonlama turli xil bakteriya, viruslar, ya'ni infeksion agentlar har tomonlama uni ataka qilishni boshlaydi va uni bunda juda ham yaxshi qilib o'g'il suti himoya qiladi. Uning atiga bir necha tomchisi bo'lib chiqsa-da, o'sha bolajonni himoya qilishga yetarli bo'ladi.
Bolajonni o'zi oshqozonchasi ham boshida juda kichkina bo'ladi. Ichaklari esa xuddi yangi kitobga, varaqlarga o'xshab bir-biriga biroz yopishganroq bo'ladi va siz ilk bora yangi kitobni olib ba'zi varaqlar yopishganligini mundoq qilib ochasizki, shunga o'xshab o'g'il suti ham uni ichaklarini mundoq qilib ochishni boshlaydi va ichak faoliyatini yurgizishni boshlaydi. Shunda uning ilk axlati Mikoni ham tezroq kelib oladi. Bu haqda keyingi videolarda yana to'liqroq gaplashamiz. Demak, biz bilib oldik, o'g'il sutini miqdori juda kam bo'lsa-da, uning foydasi juda ham katta. Va yana o'sha foydali narsalardan endorfinlar dedim. Endorfinlar bu bundoq olib qaraganda narkotik, ichimizda ishlab chiqariladigan narkotik modda desak ham bo'ladi. Va uning asosiy vazifasi og'riqsizlantirish. Sizlarga aytib o'tdim boshida, bola tug'ilayotganda juda ham katta og'riqni his qiladi deb. Va mana shu og'riqlarning kamayishiga o'g'il suti katta foyda beradi. Chunki uni tarkibida o'sha endorfinlar bor va undan tashqari ko'p miqdorda o'sish omillari bor. Bola sizni ichingizda ko'zingiz ilg'amaydigan nuqtadan boshlab o'rtacha 3 kilogacha yetib keldi va u kun sayin emas, soniya sayin rivojlanganidi va uni rivojlanishiga sizni kindigingizdan kelib turgan o'sha moddalar sababchi edi. Endi bo'ldi, kindik kesildi, bola endi hayotda o'zi qoldi. Lekin u o'sishi kerak va o'sishi uchun unga o'sish omillari kerak va mana shu o'sish omillarini juda ham ko'p miqdorda o'g'il sutida joylashgan bo'ladi va uni kamligidan ta'jubga ham tushmang, voy ustiim kelmabdi deb xafa ham bo'lmang. O'sha ozgina bo'lishi uni barcha ehtiyojlarini qoplaydi. Mana shu joyda siz himoyalanishni bilishingiz kerak, chunki afsuski hozir ham bizda tug'ruqxonalarda demak shifokorlarimiz bor, doyalarimiz bor, hamshiralar va kichik tibbiy xodimlar bo'ladi. Ularni biz sanitarka deb ataymiz va sizni atrofingizda yurgan oq xalatdagi yoki tibbiy formadagi inson, siz qaysi biri shifokor, qaysi biri kichik tibbiy xodim darrov bila olmasligingiz mumkin va bolajoningizni sizga ilk bora ko'krakka berishganda bundoq qarab, "Voy, oyisi sutingiz yo'q ekan" deb yuborishlari mumkin. Shunaqa paytda qo'rqib ketmang. Voy, sutim yo'q ekan, endi bo'ldi, bolamni emiza olmayman ekan. Siz mana shu narsani qonun deb qabul qilib olishingiz mumkin, chunki siz endi bolani dunyoga keltirdingizda, sizda gormonal fon shunaqangi bo'ladiki, kim sizga birinchi ta'sir qilsa, o'shani gapi haq deb sizni miyangiz qabul qilib olishi mumkin. O'shuncha siz bunga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Hozir homilador bo'lsangiz, ona suti qanday ishlab chiqariladi, ona sutini bolani o'sishida qanday ta'siri bor, umuman bolani organizmi qanaqa tashkillashtirilgan, onalik o'zi nima haqidagi ma'lumotlarni ko'proq olishingiz kerak. Shunda qanaqadir noto'g'ri ma'lumot sizni atrofingizda paydo bo'lib qolganda, undan himoyalanishni, ya'ni atrofingizdagi ma'lumotlarni filtrlashni o'rganishingiz uchun ma'lumot olishingiz sizga ham ko'p yordam beradi va o'shanaqa "Voy, oyisi sutingiz yo'q ekan" deb qolishlari mumkin. Yuzga ayting, naqa xalq tilida kasha deyishadi. Ya'ni o'sha sun'iy aralashma olib kelib berishsa, sutingiz yo'q ekan deb yorishgan, yana qoshlarini chimirib, mana bunaqa ohang bilan gapirishadi. O'zi suti bo'lmaydi. Sut keyinroq keladi. Boshida o'g'il suti bo'ladi, uning miqdori kam bo'ladi va u yetarli. Miyangizda sizga shunaqa gap kelganda, srazu anavi shitga o'xshab, qalqonga o'xshab o'zingizni to'sa olishingiz kerak. Bunaqa negativ gaplardan sut boshida bo'lmaydi, u keyinroq ishlab chiqarilishi boshlaydi. Boshida o'g'il suti bo'ladi va uning miqdori oz bo'lsa-da, bolaning hamma ehtiyojlarini 100% qoplay oladi. Shunaqa gap bo'lsa, xohlasangiz indamang, xohlasangiz o'z suti boshida bo'lmaydi-yu ning. O'g'il suti bo'ladi va u bolamga yetadi deb o'zingizga bunaqa nima deydi, ishonch bilan gapirsangiz, bu o'zi hozirgi yosh chiqib internetda o'qib olgan onalar ekan deb ortiqcha sizga gapirishmaydi. Sizlarni yomonlikka o'rgatmoqchi emasman, shunchaki mana shunaqa atrofdagi ba'zida noto'g'ri ma'lumotlar hisobiga sizni onaligingizga putur yetib qolmasin deb sizni himoyalanishni o'rgatmoqchi. Tamam. Bizning O'zbekistonda neonatologiya, ya'ni bu chaqaloqlar haqidagi fan dunyo standartlariga mos ravishda yo'lga qo'yilgan.
Tibbiyotimizda ko'p sohalari hali dunyo standartlaridan orqada qoladi, lekin neonatologiya, ya'ni chaqaloqlar bo'yicha ta'limot O'zbekistonda dunyo standartlariga mos va bunda UNICEFning roli juda ham katta bo'lgan. Yangi mustaqil bo'lgan paytimizdan boshlab UNICEF bir nechta dastur asosida O'zbekistondagi barcha tug'ruqxona xodimlarini va hattoki poliklinika umumiy amaliyot shifokorlarini ona suti ma'lumotlari bo'yicha chaqaloq tug'ilishi haqidagi ma'lumotlar, mana shu oltin soat, yana ularni to'g'ri jonlantirish, MRSOD deyiladi. Bular hammasi protokollarimiz dunyo standarti bilan bir xil. Shunchaki o'sha paytda o'qitilgan odamlar kimdir bola ta'tili bilan hozir ishlamayapti, kimdir faoliyatini o'zgartirdi, kimdir tibbiyotdan chiqib ketdi. O'sha paytda hamma o'qitilayotganda kimdir aksincha bola parvarishi bo'yicha ta'tilda bo'lgan, kimdir bu sohada ishlamayotgan bo'lgan, kimdir umuman darslarga bormagan. Shuning uchun eski ma'lumot bilan qolib ketgan xodimlar bor bo'lishi mumkin. Bilimli, ma'lumotli, o'sha zamonaviy ma'lumotga ega bo'lgan tibbiy xodim bilan siz to'qnash kelmay qolishingiz mumkin. Chunki tibbiyotda hamma navbatchilik asosida ishlaydi, ya'ni kunduzi boshqa shifokor, tunda boshqa shifokor va bugungi shifokor ertaga ishlamasligi mumkin, bugungi hamshira ham doim ertaga ishlamasligi mumkin va siz tug'ayotgan paytingizda qanday tibbiy xodimga duch kelishingiz bu noma'lum. Shuning uchun o'zingiz ma'lumotli bo'lishingiz mana shunday ba'zi bir xatolardan sizni himoyalaydi, sizni ona bola juftligingizni himoyalaydi. Oltin soat haqida hozir yana bir kun gapirishim mumkin, lekin ancha buncha ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Yana ko'proq ma'lumotlarni Xudo xohlasa keyingi darslarimizda gapirib beraman. Ko'rishguncha.